Bugun biz siz bilan Sinszyan haqida gaplashamiz. Sinszyan Xitoyning chegaradosh viloyati bo'lib, u ayni paytda juda katta investitsiyalarni o'ziga jalb qilayotgani va rivojlanishning yuqori sur'atlarda davom etayotganligi bilan ko'zga tashlanmoqda. Viloyatda Xitoydagi musulmonlarning yarmi istiqomat qiladi. Shu bilan birga Sinszyan o'zining ichki siyosiy va millatlararo to'qnashuvlari bilan og'izga tushgan. Xo'sh, Xitoyning g'arbida nimalar yuz bermoqda? Mana Xitoyning umumiy xaritasi. Sinszyan Xitoy viloyatlari orasidagi eng g'arbda joylashgani bo'lib, u 8 ta davlat bilan chegaradosh. Mongoliya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston. Uning hududi O'zbekistondan deyarli 4 marta katta bo'lib, 1,700,000 km² tashkil qiladi. Bu esa Xitoyning 6dan 1 qismini qamrab oladi. Viloyatda 22 million aholi bo'lib, aholi zichligi 1 km²ga 13 kishini tashkil qiladi. Bu esa Xitoyning sharqiy hududlari bilan solishtirganda juda kamdir. Viloyatning poytaxti Urumchi shahridir. Xitoyning bu hududi mamlakatning boshqa joylaridan katta farq qiladi. Birinchidan, o'zining geografik joylashuvi bilan. Sinszyan viloyatida 4 ta tog'lar tizimini ko'rishimiz mumkin. Shimolda Oltoy, g'arbda Tianshan va Pamir, janubda esa Kunlun tog'lari. Shuning bilan birga Tarim vodiysida joylashgan Taklamakan cho'li hamda Jung'oriya va Turfan tekisliklaridagi cho'llar. Demak, viloyat to'laligicha boshqa geografik hududlardan ajralgan. Viloyat o'zining madaniy ko'rinishi bilan ham boshqa viloyatlardan farq qiladi. Chunki Sinszyan viloyati ko'p millatli region bo'lib, bu yerda Uyg'urlar, xanlar, ya'ni Xitoydagi eng ko'p sonli millat, qozoqlar, qirg'izlar, xuylar, mo'g'ullar va Pokiston bilan chegaradosh hududlarda joylashgan Pamir tog'larida tojiklar istiqomat qilishadi. Musulmonlar viloyat aholisining 58%ni va turkizabonlar 53%ni tashkil qiladilar. Viloyatda turkizabonlarning asosiy yozuvi arab yozuviga asoslangan. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, Xitoyning bu viloyatining aholisini katta qismini musulmonlar va turkizabonlar tashkil qiladi. Bu esa viloyatni madaniy jihatdan O'rta Osiyoga bog'laydi. Shu sababdan ham viloyat o'ziga xos yuridik statusga ega bo'lib, u Xitoyning 5 ta avtonom viloyatining biri hisoblanadi. Xo'sh, qanday qilib bu hudud Xitoy hududiga qo'shib olingan edi? Butun tarix davomida Sinszyan Xitoy tomonidan 3 marta boshqarilgan edi. Birinchi marta eramizdan avvalgi 2-asrda Han dinastiyasi tomonidan. Shu davrdagi imperator Han Wuti Tarim vodiysini o'ziga qo'shib olish orqali savdo yo'llari ustidan hamda ushbu yo'llarda joylashgan Buyuk Ipak yo'li shaharlari ustidan nazorat o'rnatishni ko'zlagan edi. Ikkinchi marta eramizning 7-asrida Tran dinastiyasi ostida. Maqsad yana o'sha, ya'ni savdo yo'llarini nazorat qilish uchun. 3-marta 18-asrning o'rtalaridan boshlab Qing dinastiyasi ostida va shu davrdan beri bu viloyat Sinszyan deb atalib, mandarin tilida bu yangi chegara degan ma'noni anglatadi. 20-asrning boshlarida Sinszyan 2 marta mustaqillikka erishdi. 1933-yil noyabr va 1934-yil fevral oralig'ida Birinchi Sharqiy Turkiston Respublikasi davrida bu davlat o'zini turkiy hamda islomiy deya atagan va 1944 hamda 1949-yillar davomida Ikkinchi Sharqiy Turkiston Respublikasi davrida ushbu davlat o'zini Sovet ittifoqi tarafdorligi bilan birinchisidan farq qilgan. 1949-yilda Mao Sedunning g'alabasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi tuzilganligi e'lon qilinadi va Xitoy kommunistlari g'arbiy chegaralar ustidan o'zlarining suverenitetini to'laligicha o'rnatadilar. Bularning hammasi Xitoyning viloyatga ta'siri antik davrga borib taqalsa ham, Sinszyanning rasmiy ravishda Xitoyga qo'shib olinishi yaqindagina ro'y berganini ko'rsatadi. Pekinning viloyatni o'ziga to'laligicha integratsiya qilib olishiga qaratilgan siyosiy quroli bu davlat tomonidan harbiycha tashkillashtirilgan Bingtuan dasturi bo'lib, dasturga 1954-yilda asos solingan. Dastur o'z oldiga ushbu hududlarda qurilish ishlarini olib borish, undan foydalanish, iqtisodiy rivojlanishning davomiyligini hamda viloyatning siyosiy barqarorligini ta'minlashni o'ziga maqsad qilib olgan. Bundan tashqari, norasmiy ravishda ushbu hududni egallash, ya'ni mustamlakachilik tili bilan aytganda, Xitoyning boshqa hududlaridan ushbu avtonom viloyatga Han millatiga mansub kishilarni ko'chirib olib kelish va ularni joylashtirish orqali. Shunday qilib, Xitoy tomonidan qurilgan temir yo'llarning strukturasi hamda yo'nalishini kuzatish orqali biz Xitoyning viloyat ustidan nazorat o'rnatish bosqichlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 50-yillarda faqatgina Xami shahri Xitoy temir yo'llari tarmog'iga ulangan edi. 1962-yilga kelib esa Urumchi shahri bu tarmoqqa ulanadi. 1990-yillar boshiga kelib esa
temir yo'l Qozog'iston chegaralarigacha uzaytirilgan. Ko'rib turganimizdek, Shimoliy Sinzyan temir yo'li sobiq Sovet ittifoqi chegaralariga borib taqalmoqda. Lekin shu bilan birga ushbu temir yo'l strategik jihatdan Sinzyan viloyatining shimolida joylashgan namli, salqin va ekspluatatsiya qilinishga oson bo'lgan aholi kam yashaydigan hududlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoyning boshqa hududlari bilan bog'lashni ko'zda tutgan edi. Oradan bir nechta 10 yillar o'tib, bu strategiyaning mahsulini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda Sinzyan viloyati Xitoydagi eng ko'p paxta yetishtiruvchi viloyat hisoblanib, umumiy hisobda butun Xitoyda yetishtiriladigan paxta mahsulotlarining yarmi ushbu viloyat hissasiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga Shimoliy Sinzyan neftga boy hududlarni o'z ichiga oladi. Viloyatning shimolidagi Jungg'orya vodiysi tarixiy jihatdan birinchi marta neft konlari ochilgan hamda ekspluatatsiya qilingan hudud hisoblanadi. Shu bilan birga Turfan va Tarim vodiylarida ham neft konlari va zaxiralari mavjud. Viloyat o'z ichiga mamlakatning 22% neft zaxiralarini oladi. Shu bilan birga 28% Xitoyning tabiiy gaz zaxiralari, 40% ko'mir zaxiralari shu hududga to'g'ri keladi. Bu viloyatni Xitoyning eng katta yer osti boyliklariga ega bo'lgan viloyatlaridan biri ekanini ko'rsatadi. Xaritamizni viloyatning iqtisodiy rivojlanishiga e'tibor berish orqali davom ettirsak, ushbu temir yo'l tarixda rivojlantirish qiyin bo'lgan regionlarga yo'l ochib berdi. Bu esa uning atrofida yangi shaharlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday shaharlarga misol qilib Urumchi, Shihezi, Qaytun va Karamayni keltirishimiz mumkin. O'z navbatida ushbu shaharlarda yashovchi aholining katta qismini xanlar tashkil qilib, bu birinchidan Pekinning viloyatdagi siyosatining mahsuli bo'lsa, ikkinchidan viloyatning bu qismida iqtisodiy yuksalish Xitoyning boshqa hududlaridan xanlarni bu yerlarga jalb qilgan. 1949-yilda regionning Xitoyga qo'shib olinishi davrida Uyg'urlar Sinzyanning 75%ni tashkil qilgan. Xanlar esa atigi 6,7%ni. 2010-yildagi oxirgi aholini ro'yxatga olishdagi olingan natijalarga ko'ra esa Uyg'urlar viloyat aholisining deyarli 46%ni, xanlar esa 40,8%ni tashkil qilganlar. Bunday tez va keng qamrovli o'zgarish Sinzyanning yuzini batamom o'zgartirib yubordi. Tarixan ko'p aholiga ega bo'lgan Sinzyanning iqtisodiy, siyosiy va madaniy markazi bo'lgan Tarim vodiysi o'zining ahamiyatini yo'qotib, uning o'rnini yangi rivojlangan region Jungg'orya vodiysi egalladi. Bu hudud esa tarixan kam urbanizatsiyalashgan va kam aholiga ega bo'lgan. Shunday qilib bugungi kunda Sinzyan o'zaro muvozanatini yo'qotgan ikki qismga ajralib qolgan. Kuchli urbanizatsiyalashgan, boyroq va sanoatlashgan shimol va Uyg'urlardan tashkil topgan kambag'allashgan hamda qishloqlashgan janub. Bunday muammo oldida Pekin viloyatni muvozanatga qaytarish uchun o'z iqtisodiy investitsiyalarini Sinzyanning janubiga qaratadi va janubiy g'arbda joylashgan Buyuk Ipak yo'lining qadimiy shaharlari bo'lmish Korla, Kucha, Oqsu, Qoshg'ar va Xotan tomon ikkinchi rivojlanish dahliziga asos soladi. Va xuddi birinchi marta bo'lgani kabi bu safar ham temir yo'l xanlarning Tarim vodiysining shimoli bo'ylab joylashishlari uchun yo'l ochadi. Turfan va Qoshg'ar shaharlarini ulovchi temir yo'l 1999-yilda ishga tushiriladi. Bu liniya 2011-yilda Qoshg'ardan Xotan shahrigacha uzaytiriladi. Vohadagi qadimiy shaharlar iqtisodiy rivojlanish tufayli butunlay o'zgarib ketdi. Rasmdagi Qoshg'ar shahrining manzarasi kabi. Endi Sinzyan viloyatidagi temir yo'llar qurilishidagi oxirgi bosqichga nazar solsak, bunda Urumchi va Gansu viloyatining markazi Lanzo shaharlarini bog'lovchi tezyurar temir yo'l liniyasini ko'rishimiz mumkin. Bu liniya Xitoyning markaziy tekisliklari bilan Sinzyan vodiylari Tarim va Jungg'oryani tutashtiradi. Ikkinchidan, bu liniya odatiy temir yo'l liniyasidagi tiqilinchlarni kamaytirishga va Xitoyning energiyaga bo'lgan ulkan ehtiyojini qondirish uchun resurslarni olib chiqishiga katta yordam beradi. Eslatib o'tamiz, Sinzyan Xitoyning 40% ko'mir zaxiralarini o'z bag'riga olgan. Shunday qilib, Xitoyning g'arbidagi tashkillashtirilgan infrastrukturalar bizga bugungi vaziyatni tushunishimizda yordam beradi. Xitoyning viloyatga qilayotgan investitsiyalar va buni ustiga keng ko'lamdagi xanlarning viloyatga immigratsiyasi Uyg'urlar tomonidan ularning resurslarini tashkillashtirilgan talon-taroj qilish va ichkaridan turib mustamlakalashtirish sifatida ko'riladi. Bugungi kunga kelib, xan aholisi Sinzyanning iqtisodiy va ijtimoiy elitasi maqomini qo'lga kiritdilar va Pekin esa Uyg'urlar madaniyati hamda diniga nisbatan repressiv siyosatni olib bormoqda. Uyg'urlarning ko'pchiligi Pekinning siyosiy o'rniga qarshilar.
Eslatib o'tamiz, 2009-yil iyul oyida Urumchi shahrida yuz bergan xanlarga qarshi milliy nizolar tufayli 200 kishi vafot etgan edi. Muxolifatning bir qismi kuchli radikallashgan bo'lib, shular orasida eng ko'zga ko'rinarlisi Sharqiy Turkiston islomiy harakati ushbu hududda Sharqiy Turkiston nomi ostidagi islomiy davlatga asos solishni da'vo qiladi. Ushbu harakatga 90-yillarning oxirida asos solingan bo'lib, bugungi kunda u Turkiston Islomiy partiyasi nomi ostida ish olib boradi. 2000-yilda ushbu harakat O'zbekiston Islomiy harakati bilan ittifoqqa kirishib, shu davrdan buyon O'rta Osiyoga yoyilgan islomiy xalifalik yaratish da'vosini ilgari suradi. So'nggi yillarda Turkiston Islomiy partiyasi nomidan uyushtirilgan terroristik hujumlar soni oshib bordi. 2014-yil may oyida Urumchida, shu yil iyul oyida Yarkand tumanida va yana 2014-yilning sentyabr oyida Luntay shahrida portlashlar yuz berdi. Bundan tashqari terroristik hujumlar Sinzyan hududidan tashqarida ham uyushtirila boshladi. 2014-yil mart oyida Kunming shahri vokzalida va hatto 2013-yil oktyabrda Pekinning mashhur Sinamen maydonida terroristik harakatlar amalga oshirildi. O'z navbatda Pekin Turkiston Islomiy harakatini terroristik hujumlari uchun ayblaydi. Bu esa unga o'zining Sinzyan viloyatida olib borayotgan repressiv siyosatini oqlash uchun asos bo'lib kelmoqda. Shunga qaramay, Uyg'urlarning katta ko'pchilik qismi mustaqillikni da'vo qilmaydilar. Xitoy hukumatining mustamlakachi siyosatiga qarshi bo'lgan Uyg'ur muxolifatining eng katta qismi millatchilardir, islomiy radikallar emas. Dunyo Uyg'urlari kongressining prezidenti Robiya Qodir bunga yaqqol misol bo'ladi. Chunki Uyg'urlar kurashining asosini avvalambor xanlarning iqtisodiy va ijtimoiy bosqinchiligiga qarshi kurash tashkil qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sinzyan viloyati o'zining geografik jihatdan Xitoyning siyosiy, iqtisodiy va demografik markazlaridan uzoq joylashuviga qaramasdan, asta-sekinlik bilan izolyatsiyadan chiqarilgan. Iqtisodiy investitsiyalar va kommunikatsiya infrastrukturalarining qurilishi bu viloyatni Xitoyning boshqa hududlari bilan bog'lashga va uning ajralmas bir qismiga aylanishiga olib kelgan. Hozirning o'zida ham viloyatning markazi bo'lmish Urumchi shahrida tezyurar poyezdlarga mo'ljallangan ulkan vokzal qurilishi davom etmoqda. Lekin Sinzyan viloyati har tomonlama Uyg'urlarning hududi bo'lib qolmoqda. Ko'p millatli, asosan musulmonlardan tashkil topgan bu hudud o'zining mustaqilligini da'vo qilmayapti, balki o'ziga xos an'analari va o'zligiga nisbatan hurmat bilan muomala qilish so'ramoqda. Shunday ekan, ushbu viloyatda yashovchi musulmonlarni terroristlarga tenglashtirgan sayin, Pekin kelajakda yangi terroristlarning paydo bo'lishini kuchayishiga sabab bo'laveradi. Bugungi kunda Yaqin Sharqda bo'lib o'tayotgan to'qnashuvlar esa Uyg'urlarning so'rovlarini Pekin tomonidan e'tiborsiz qoldirishiga qo'shimcha sabab bo'lishi turgan gap.